Assalomualaykum, Ahmadboy uz kanalining ashaddiy obunachilari. Bugungi kunimizda Namangan viloyat Namangan tuman Tepao'rg'on qishlog'idamiz, hurmatli obunachilar. Oy! Oy, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Nima bo'lish kerak? Nima bo'lyapti aka? To'rma-to'ra aytadi. Oy, men videochiman aka, menga yopishmang aka. Qo'ylarni ko'rsat, videochi bo'lsang nima qilaymi? Akalar mana qo'ylarni qaranglar. Qisir soliqlar qaranglar. Akalar, ha. Men qara. Asab buzilib turibdi. Ha, unda Hammasi qisir soliq. Hammasi qisir soliq, ha. Soni 150 dona. Yo'q, soni 150 ta. Narxini bari dangal aytaman. Asab umuman buzilib turibdi. Ha, buzilib turibdi. Narxini bitta ayta solasiz. Narxini yer bilan bitta aytaman. Meni ham asabni buzolmam, narxini qimmat desa, yerni ichiga tiqib olib uraman, bo'ptimi? Kulmang asab. Ha. Ishonavering. Mono birinchi raqib ko'rsating mono. Urshasanmi? Ha, urshaman. Mashg'ullar shunday reklama qilib oladi. Luboy bilan urshaman. Tushundingmi? Bo'l aka, bo'l. Obunachilar qo'llab-quvvatlab turishsa bo'ldi. Otangga qo'llab turishsa bo'ldi. Mana qo'ylar tishi 4tadan 8 tagacha standart. Standart, 6 tasi ham bor, ko'proq. Sal g'aribroq qo'ylar. To'r dalaniki, mehr kerak. Ha. Haligi nima desa bo'ladi? Bular yem ko'rmagan-da. Yem ko'rmagan-a? Biz olib kelib mana o'xirga tashaganimizda mana o'xirga ham kelmadi-da jonivorlar. Arang. Kelmadi? O'zimiz o'rgatib oldik. Endi boshlandi, bayri. Hammani yeb ichishiga garantiya beraman. Yeb ichishiga garantiya berasiz? Ko'rishadi. Ha. Yoqqanini mana 150 ta ichiga 150 ta qo'ydi ichiga. Mana shu o'zida tura olmaylik aka, mana bunaqa qo'ylarni ham ko'rsatay. Akalar men qaranglar. Bular aka qaydan keldi bu qo'ylar? Bular Qirg'iziston Talas. Qirg'iziston Talasdan keldi. Akalar men qaranglar, suyaklarni qaranglar, butun hammasi zo'r variantdan ekan. Akalar men qo'ylarni qaranglar, chiroyligini, sifat haligi zotga ham tashab qo'yishar ekan-da, akalar. Quloqlarni qaranglar, men sariq qaranglar akalar. Zo'r variantdan ekan. O'zi bilishadi-da. Obunachilarimiz bilishadi, o'zi men kuzatib yurishgan bo'lsa. Haligi nima desa bo'ladi bir. Haligi semi yemlar boqib sotishadiganlar bo'ladi-yu, hali tishiga qaramay faqat suyak kattasini olishaveradi. Suyak kattasini olishaveradi. Ha, shunaqalar juda yaxshi bilishadi. Bilishadi? Bilib olishgan. Qo'ylar ko'rsatib yuring. Ha. To'g'ri obzor bo'ladi. Bugun aka arzor zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Qanaqa zo'r bo'ladi? Qo'limni tushirib gapir, chekkalar. Ochirib qo'yma, tushundingmi? Ey, akalar, reklama qilaylik. Ey, reklama qilaylik. Ey. Bo, meni ko'ramlar. Ey. Ko'zimga ko'rinadi. Bo'l, keyin urishaverasiz. Aka qo'ydi haligisini beraver. Bola bilmayman, nima cho'g'ammi bilmayman. Mana qo'ylar. Ha. Legendarniy. Legendar aka. Просто jicha aybi g'aribroq. G'arib ozg'urroq xolos aka. Ko'rsatingmi mana? Mana qo'ylarni qaranglar akalar, suyagi ham butun tamom qaranglar. Hammasi zo'r variantida mana. Ko'sharlarni ham qaytarib turibdi ekan. Bular aka qachon bo'ldi kelganiga? Bular kecha kechqurun keldi, Ahmadboy. Ha. Mana shu uyimga kelishadi. Ha. Qo'radan yoqqan tanlab olishadi. Agar mobodo degan jaytiga yemay qolsa, ichmay qolsa, haligi boladan bo'lsa, men telefon ham qilishmaydi-da, to'g'ri qo'raga olib kelishadi. Biz olib ketishadigan bo'lsa, to'g'ri qo'raga olib kelishadi. Pullarni desa, pullarni qo'yib bering desa, almashtirib bersa, almashtirib beradi. Almashtirib berasiz. Yana bitta bizni qo'ydamiz deydigan tomoni, yordam qila oladigan tomonimiz. Mana shu qo'ydi mana misol ikoy baqib sal et kirgizib qo'yishda. Kirgizib qo'yish hamsa o'zimiz sotib ham beramiz. Sotib beraverasiz. O'zimiz sotib ham beramiz. Narxidan muammo yo'q, qo'ylar ko'rsa. Muammo yo'q aka. Mana qo'ylar qaranglar. Sifatiga pul berasizlar-da aka buni. Haligi tishiga qaramay qo'yinglar. Buni tishi kerak emas-da akalar. Bular tishi umuman kerak emas bu qo'ylarga. Xo'p, bular o oxirida kavak tishi deydi-da akalar. Bunga tishi haligi yoshini ko'rsatib beradi xolos. Mana bu qo'ylar qaranglar, mana bunlar katta suyali qo'ylar-da. Hammasi akalar mana qaranglar. Zo'rta haligi zotga tesa qo'ysa ham bo'laveradi-da aka. Bo'laveradi. Prosta mana yungilari hali bir olinmagan bir sifati zo'r lekin. Bir kunlar yomg'ir yog'di. O'shada bunaqa navis ham yo'q, haligi bir adirda turgan ekan. Men borib o'zim olib keldim. Nima qo'ylar juda bir achinarli holatda, cho'pan eplolmay qolgan 700-800 ta qo'ydi. O'shalar ichidan men 300 ta tanlab olishdim. Bugun abitda kelib bir dehqon akalarimiz olib ketishdi. 2 kishi bo'lib olishdi 150 tani.
Xudo xolasa ularga ham dastavka qilib chiqarib berdi. Ha. Endi bu safar yana kelishadi, zo'r-zo'rini 150 ta qo'yimni ichidan tanlab olishadi. Ha. Dastavka qilib chiqarib beradi. Dastavka qilib chiqarib berasiz aka. Mana. Chiqarib beradi. Akalar mana qo'ylarni qaranglar, suyagi, hamma yo'g'i zo'r variantda, bo'ylari 80 dan oshiqda aka. Qo'ylari 80 pilis. 80 plyusdan olaverasizlar. 80 pilis Mana minus. akalar qo'ylarni qaranglar, yeb ichib turgan, moshni ham hali katta hani ham yeyapti qo'ylar. G'aribda mana. O, moshlar qaranglar, katta mashlarni ham yeb hali qilishyapti qo'ylar qaranglar. Mana o o'shancha qo'y kallarini ko'targan yo'q, o'sha moshlarni ham yevyapti. Ha. Mana ona 150 ta qo'yim dedimi? Ha. Mana hafta turadi. Mana hafta turadi. Tugatdi. Ha, tugadi. 150 ta qo'ysa qanday o'sha yerga xotirjam. 150 ta qo'ysa qadi. Ashidagi o'sha tomoni hammasini pulni bo'lib olib ketishdi. Olib ketishdi, ha. Ha. Aka, Hozircha mana shu qo'ylarim qoldi. hop aka, mana sovuq bu maqtovg'amiz mana haligida. Buni narxi necha puldan bo'ladigani obunachilarimizga aytib qo'ying. 3 million yo'q narxi. Ha. 3 million desangiz bo'lmaydi-da aka. 2 million 800 ham yo'q narxi. Ha. 2 million 700 dan qilib beraman. 2 million 700 mingdan Ha, optimiga bitta olsam hammasini olib ketsam, ha. Kelib ko'rib tanlab olishadi. Ha, xohlagalarni. Xohlagan. Ahmadboy, qarang, mono qo'ydi chiqarib 2 million bering aka. Mono qo'ydi chiqarib 2 million 800 bering demaymiz. Demaysiz, ha? Eng zo'rini. Hali tishi yashini ajratib beringlar Sardorbek desalar. Ha. Tishi ham hali endi ilojini boricha tishi yoshini haliga ajratib berishga harakat qilamiz. Aytganlarni ajratib berishga harakat qilamiz. O'shalarni ham o'sha 2 million 700 ming so'mdan olib ketishadi. Olib ketishaveradi. Yo'q, aka bular tishi yosh ekan, tishi qarisi ekan, suyagi katta, suyagi mayda, narxini almashadi. Unaqa gap bo'lmaydi bizda. Bo'lmaydi. Mana Faqat aka. haliga qo'llab-quvvatlab tursa bo'ldi. Qo'llab-quvvatlab otangga rahmat deb tursa bo'ldi. Bo'ldi. Otangga rahmat deb tursa bo'ldi kommentariyada. Bo'ldi akalar. Mana 2 million 700 mingdan bo'ldi akalar, mana yosibdi hamda qo'ylar charchagan hamda charchagan. Hali charchag'i chiqsin. Hop, aka buni bu sotilsa, olib ketsa, ko'rib olib ketsa, buni sog'lig'iga necha kun garantiya berasiz? Sog'lig'iga bir hafta garantiya beradi. Bir hafta garantiya berasiz. Bir hafta garantiyasi bor akalar. Hali javob bera olmayman ya. Endi to'g'risi o'zimni jonimga ham javob bera olmayman. Ha, to'g'ri aka, hech kim. Ha, to'g'ri, hammamiz ham shunday ketib qolishimiz mumkin. Xudoning qudrati mana akalar mana. Qo'yiladi zo'r variantida. Hop, bugungi ko'rimizda mana shunday qisqacha video bo'ldi akalar. Hop, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Like bilan kommentarlarni portlatib turinglar akalar. Yana safar yana kelamiz aka. Yana safar ya narxni bundan ham sindirib turamiz. Sindirib turasiz. Endi sindiraman deysiz-ku aka, narx boshqadan yana o'zgarib qolishi mumkin-da. Yana bilib bo'lmaydi, to'g'rimi, yana to'g'rimi? Har xil keladi. Har xil keladi qo'y. Qo'ylarga nisbatan sindiraman. Sindirasiz. Nisbatan sindiraman. Sindirasiz javob. Bachalaysiz, ha? Bo'ldi akalar, bugungi kunimizda mana qisqacha video bo'ldi akalar. Like bilan kommentarlarni portlatib tashlanglar akalar.